Assalomu alaykum, hurmatli podpischilarimiz, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz. Bugungi videoroligimiz Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'ladi do'stlar, To'rtko'l tumanida yurtdonizlik egadan Nexia 1 sotiladi do'stlar. Nexia 1ni bir qator hozir obzor etib o'tamiz do'stlar. Ko'rib turiblaringizdan balon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Balon holatlari toza balonlar qo'yilgan, saga disklarda turibdi do'stlar. Arka balonlar ham men ko'rib turiblaringizdan toza ideal holatda turibdi. Mashina parkovlar ham bor, ko'rib turiblaringizdan. Salon qismini ko'rsatib o'tamiz do'stlar bir qator. Ko'rib turiblaringizdan salon qismi ham lelon polikchi qo'l hamma narsa ishlangan. Mashinasi do'stlar haqiqatan realniy toza turibdi. Qarab biz bundan ko'rsatamiz. Xo'sh, mashina yilini keladigan bo'lsa, yilcha mashina? Yılı 2008. Yurgani necha buni? 280 ming yurtdi. Yurgani 280 ming yurt turibdi do'stlar. Yechenda kraska yo'q axir. Ha, bir qator sujit bo'lgan ahamiyati. Do'stlar, ko'rib turiblaringizdan bir qator mashina sujit bo'lgan. Ko'rib turiblaringizdan 34 dan kelishamiz. Xo'sh, pulga keladigan bo'lsak, 34 million so'm aytilib turibdi. Aytilgan baho berilmaydi, qaytib kelishib beriladi do'stlar. Hozir adresni ham ko'rsatib o'tamiz bir qator. Adres bu yon tarafdan keladigan bo'lsangiz, 4 yo'ldan kelaverish bo'ladi. Bu yon tarafdan, bu yerni yurgan tarafdan kelaverishda, mening do'stlar, masjidimiz bor. Masjidning yonida avtochixol bor. Avtochixolning yonida turadi mashina do'stlar. Ko'rib turiblaringizning 34 million so'm aytilib turibdi Nexia'ga. Aytilgan bahodan qaytib beriladi. Aytilgan baho sotilmaydi. Ko'rib turiblaringizning Kime qiziqarli bo'lsa, ekranda telefon nomeri qoldiramiz, egasini nomerini bog'lansangizlar, chiroyli narxlarda kelishtirib beradilar do'stlar. Keyingi videoda görüşünce sağ salomat bo'linglar, yetkazgan vaqtlaringiz rozi bo'lasizlar.